Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. Laravel frameworkida Laravel frameworkining 12 eng yangi versiyasini ishlatish uchun bizga PHP 8.2 dan yuqorgi versiya kerak bo'lar edi. Mana shu narsani OpenServer panelga o'rnatishni ko'rib o'tamiz. Ya'ni Laravel 12 ni OpenServer 6.4 ga o'rnatamiz. Nima uchun? OpenServer 5.3 versiyasigacha PHP ni 8.1 gacha 8.1 kiritilgan, ya'ni 8.1 versiyasigacha podeshka qiladi. Agar sizlar unga o'rnatadigan bo'lsanglar, bunda Laravelni faqat 10-versiyasigacha o'rnatish mumkin, 11.12 o'rnatilmaydi. Chunki bunda Laravel 12 ga PHP ning 8.2, 8.3, 8.4 versiyasi talab etiladi. Keyin mana bu 6 dan yuqoridagi versiyasida bu bor, lekin biroz noqulaylik joylari bor edi. 6.4 da juda ko'pchilik anchagina kamchiliklar to'g'rilanibdi. O'rnatish oddiy. Men ko'chirib qo'yganman va faqatgina ko'rishinglar mumkin, o'zimga kerak bo'lgan modullarni o'rnatganman. 8.2, 8.4 ni va MySQL 8 qolgan ishlatmayman. PostgreSQL ni ham bo'ladi. Shuning uchun menga mana shu yetarli. Chunki qolgan narsalarni ishlatmaganman va hammasini ishga tushirib qo'yganman. Bunda 6.4 versiyadan keyin yuqorisida birdaniga bir nechta PHP versiyasida ham ishlatish mumkin bo'ladi. Mana shunga biz demak Laravelni o'rnatib ko'ramiz. Bitta narsa qilishimiz kerak ekan, mana shu yerda modulga kirib PHP versiyasini ichida konsol bor ekan. Mana shu konsol orqali o'rnatsakkina PHP ning 8.4 versiyasini tanib turib Laravelni 12-versiyasini o'rnatish mumkin ekan. Shuni qilib ko'ramiz. Demak, HomePubga kiramiz. HomePubda bitta shart emas, HomePubga kiramiz va Laravelni o'rnatishni boshlaymiz. Demak, Composer new laravel.com saytiga kirsak, demak, boshida Composer orqali o'rnata olamiz. Men endi o'rnatganman. Sizlarga ko'rsatmoqchiman shunchaki. Bular hammasi update bo'lgan aslida menda. To'g'ridan-to'g'ri mana bundan boshlab ketsam bo'lardi. Ya'ni Laravel new bu yerda app nomi. Demak, masalan laravel.uz bo'lsin. Masalan. Demak, bizga kitlarni birga qo'shib o'rnatasanmi deyapti. Buni keyin ham qilsa bo'ladi, ba'zi masalan Vue Reactni yoki mana bu Livewire-ni keyin ham qilsa bo'ladi, bizga shart emas hozircha. Protest PHP unit bo'lsin. Boosting bu yes bo'lsin. Mana Laravel o'z boshladi o'rnatishni. Topganini ko'rsak, mana Laravel o'zi hamma narsani qilyapti. Bu yerda hech narsa bo'lgan yo'q, hech qanaqa so'roq bo'lgan yo'q. Shunchaki ko'p vaqt oladi. Uch daqiqa vaqt oladi. Database ishlatasam, MySQL ishlatamiz. Immigration yo'q, keyinroq qilamiz buni.
bu kerak emas. npm ko'pchilik shuni o'rnataveradi, lekin kerak emas. Demak, bizniki bo'ldi. Endi bitta shu yerda bitta nastroyka bor. Ikkita nastroyka bor. Webpapga kiramiz. Shu yerda mana bu yerda envni bitta sozlab olamiz. Mana shu yerda hostda bunda bir nechta bo'lgani uchun, bir nechta MySQL bo'lgani uchun salgina farq qiladi. MySQL 8 deb yozish kerak yoki mana 13 qilish kerak. Shu yerda faqat 13 qilsak ham bo'ladi. Saqlaymiz. Va keyin mana bu yerda Laravel uz degan databaseni yaratib qo'yamiz phpMyAdminga. Kopiyamiz. Database name Laravel uz. Chunki ishga tushayotgan paytda hamma nastroykani qilib bo'lganimizdan keyin ishga tushayotgan paytda Laravel sessiyaga o'zini yozadi, ko'p ma'lumotlarni o'zini yozadi. Shuning uchun bu narsa kerakli bo'ldi. Hamma narsa bo'ldi, faqat bitta ish, yana bitta ish qoldi. Biz endi Laravelimizni Open serverga tanitishimiz kerak. Open server demak, buning uchun buning uchun o'sha bizni o'rnatgan papkamizni OSP degan .osp degan papka yaratamiz. Uning ichida project yaratamiz. Uning ichiga kvadrat qavsning ichiga domenimizni yozib qo'yamiz. Menimcha shu yetarli. Endi buni yopib turamiz. Endi bitta perzagruska qilamiz. Shu yerda boshqa versiyalarda qolgan parametrlarni mana bu yerda qo'lda yozilar edi, lekin Laravelda shart emas ekan. Bunda shart emas, mana chiqdi. Demak, yashil emas, ishlamayapti. Nima qilishimiz kerak? HTTP Apache Nginx Apache lokalniy deb bo'laveradi. Va PHP ni versiyasini tanlaymiz. 8.4. Mana ko'rsak, qolgan o'zi yozib qo'ygan bo'ladi mana. Va yana bir narsa, public dir endi adashmasam, base dir public adashmasam shunaqa edi. Shunaqa edi adashmasam. Bitta ko'rib olsak ham bo'ladi buni. Webroot ekan, farqi yo'q. Public dir desak ham ishlayveradi. Teskari ekan slashnik. Bitta ishlataveramiz yana. Laravel o'zi ishladi. Ishla. Yo'q, mana shu Webroot ekan. Webroot bo'lgan o'zi.
mana bo'ldi, ishlayapti. Hostda sessiya yo'q deyapti. Buning uchun nima qilamiz? Shunchaki boyagi joyga qaytib kiramizda. Boyagi konsolga qaytib kiramizda. Papkaga kirib olamiz va Laravel uz papkamizga kirib olamiz. Mana bizni boyagi fayllarimiz, papkalarimiz hammasi shu yerda. PHP Artisan migrate qilsak, sessiyalarni hammasini, Laravel kerak bo'lgan hamma boshlanish migratsiyalarni ishlatadi. Nega? Nima bo'ldi? Boyagi venf xato dedi shekilli. Shuni MySQL 8.10 deymiz. Shunaqamidi? MySQL 8.10 shuni olib qo'ya qolamiz. Menimcha shu yerda xato. Portlar to'g'ri. Migratsiya bo'ldi. Migratsiya bo'ldi. Negadir tanimadi onun uchun, lekin tanish kerak edi. Bo'ldi. Ishladi. Bu yoqqa qaytib turib Laravel o'zimizni yangilasak, mana proyektimiz tayyor. Ishga tayyor. Rahmat hammaga.